Assalamu alaykum. Naq maydondagi tomoshabinlar, shundoqla assalomu alaykum. Ekran oldidagi İpek Yılı Sadası programmasining aziz ishtirokchilari. Riyosatchi qarindoshlar Nijat Valiyoqdan hammalarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziyasining bilan Şinjan program madaniyat taqib chekish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya san'at programmasi Chin Güzel İpek Yılı Sadası. Chin Nuri biyoteknikasi Sultan zotida ishlangan go'zallik bilan Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, naq maydondagi tomoshabinlar, shundoqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hammalarning yodida bor. Bizning programmamizga qatnashgan mayirlar bizning 4 nafar yetakchimizga shogird bo'lish sharafiga erishgandan boshqa nihoyatda katta tartiblanadi. Ularning mukofot buyumlari zotini biladi. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'uljida ishlab, sotda vasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan g'ulji Faktul musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecelik mükafatımız olsa uzak yıllık tadqiqat neticesi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutiyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Shundoq mukofot buyumlarimiz intayin katta, biroq bu mukofotlarga erishish unchalik oson emas. 3-darajalik mukofatimiz bo'lsa, Uyg'ur tibobatchiligida belgilik yuz hosil qilgan Şinjan Kinara mablag'chiligi Erkan mahsulotlari ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 4-darajalik mukofotimiz bo'lsa, milliy kiyimchilikning namoyandasi bo'lgan Şinjan Mo'tlar xalqaro so'tchak shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu mukofot buyumlarimizga erishish uchun mayirlarimiz katta tayyorliklarni qilmasa bo'lmaydi. O'z navbatida bugun sizlarning diqqatingizda bo'layotgani Mahmud Sulaymon apandimning guruhidagi, ya'ni rivoyat guruhidagi mayirlarning keskin raqobati. Qana bizning bu raqobat sahnamizga kimlar tushib o'zaro raqobatlashadigandir? Ular bo'lsa G'o'zidan Zulxumor Shavkat bilan Azizona Qashqardan Maryamgul Yusuf. Bundan ait kıymetler yukarı nakşa. Ağızları çok. Onda hissiyat talep bulduğun ağız kamera. Anışkıyız küçük defa. İşte birisini 19 yaş kısmı girmiyor. Küçük olsa mı şu nakşını okuyup cüret kıla alacağım. İzleri talep olmuşum. Məşqlər yanında ustazımızın ki, bizi yuqur talab qoyub, özü bağ boğan alaydıklarını bizə üyütüb, hər birimizin ki, öz alaydığımız boyunca, avazımızın xası boyunca yeni maharetlerini üyütüb, yaxşı tərbiyə etdi. Mən bilən birdə düşüdüğən Mayır'ın ki, Zulxumar ikəlkən alıb nəhayət xoş buldum, çünki mən Zulxumar'ın naqsını anlağan müsabiqə jarayonida. O qız bilan müsabiqəyə düşsəm, çoxum özümə bir yaxşı naqş rolam jari qildira alayman deb shunda xoş buldum. Çünki o qizlar meniki, o'zimniki ovozim bir-birsini yeyishib, shunda yaxshi bir ovoz chiqdi deb shunda xoş bo'lgan. Raqobatlashish uchunki mendan kuchli kelishini o'ylab, boshda bu musobaqaga qatnashishda voz kechgan jarayonlarim bo'ldi. Keyin mashq jarayonida o'zimni alaylikni texnik boyqab, yaxshi mashq qilib, garchi men bu kasb o'qimasam-mu, shu kasbchilar bilan raqobatlashishga o'z mahoratimni to'g'ri oshqanligini tushunib yetib, hozir o'zimga ishonchim ilgirki qaraganda xeyli yuqori ketdi. Yaylaktaki hem derkanda burada müsabaka katlaşkan için çokum yanıma değişen arzu kıpırıp katlaşıdı. Özümün karşımda dost birinci müsabaka, ikincilikte mi müsabaka katlaşkan kemin çokum yanıma degen iradeyle katlaşıdı. Çokum yanıma degen iradeyle. Ben hazır sözünü çıkmakta şu hemenlerini muhamedet geçirmelerim istedim. İkram aldım ki tomoshabinlarning ki meni qo'llab quvvatlashini umid qilaman. Bu ishlarni ama yaxshi natija bilan xalqimizning yaxshi bahosiga erishishini chin dilimizdan hammadan umid qilamiz.
Çıraylık bir hikaye, çıraylık bir gaye. Yanıma aldı bilen 3 nefer yetekçi ustazımızınki bahası, şunaqla tavsiyesini anlap bakaylı. Erkin Abdullah efendim. Chiroyli kiyinib, intayin chiroyli kirimlaring bilan shundoq pokiza chiroyli bir naqsh ifodanglar. Men talab va fikr to'g'riliq to'xtalmay, menimcha sahnaga chiqqan ekansilar, cho'qim o'zinglar his qila olasizlar. Bo'libmi o'zi his qila olsa,
Şu en çoğun galiba. Bu jarayonda tecrübe kunlar texim al-algıraylıgan gap. Meniki en ahirdeki Mahmudkanga bo'lgan tavsiyam Dilxumar. Rahmat. Rahmat. Ana bo'lsa Nurnisa Abbas xonim. Men intayin hayajonlandim. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarning tirishchanliginglar hargiz yerda qolmaydi. Rahmat. Rahmat. Shuning uchun men Dilxumar Shavkatga Rahmat. Rahmat. Ana bo'lsa Abdulla efendim. Dilxumar qizimni oldingi qatimda biz nayda cho'ng naqshdan birini anglagan tursinlarmi? Ma qatimqi naqsha balkim sizga bir oz qiyin kelgan bo'lishi mumkin. Chunki siz izchil ilm naqshlarini ko'proq aytgan mening bilishimcha. Shu chog'da siz va'da qilgan boshqa naqshlarni ayta olmayman menda. Dal shunda bo'pti boshqa naqshlarni ya'ni yanada sanaveradingizmi? Başqa uslubdagi naqshlarni aytibsiz. Qiyin kelsa-mu nihoyatda tirishibsiz. Yana taxi bugun sahnada o'zingizni ifodalayapsiz boshqa qo'shimcha hissiyotlarni qo'shib, agitlarni ulab, parvoz qildirib degandek. Bu yaxshi ruh. Endi Maryam Gulmi shunday yaxshi. Ishqinglar bironlar Qashqardan, bironlar Ilidan, bir dada bilan bir onaning qo'shmaq qiziga o'xshaydi ekansizlar. Endi men bir tal biletni Maryam Gulga qaratdim. Rahmat. Ana bo'lsa eng oxirgi tanlash Mahmud Sulaymon efendim. Dilxumar, Meryem Gül, bizden de görüp bitti en yeşikçi kızları. Özenden kızı bilen tan. Bu nakşını çıkaylan razı olup tallagan baştılar. Nakşının kıyırlık derecesine hemen biliriz. Dilxumar'ın ki ötken ketimki nakşısı şundak hemmemizge olur verişiyor. Men jigitlik burçum bilen vədə qıyğan. Vədə qıyğanı billə oxuyumuzda. Elim vədəm isimdə. Amma məncik sınab baxdım. Bəlkim şu Dazmo sezgendi bunu. Dilxumar uçağıma ulaş oldu. Kanat kuyrukları yitilmedi de. Mesela o avazınki Süvenki alıdığın kısımlarda bundak yitilmeye avaz tamamlık mukum bulmaydı. Bu mukumlukla onuşaş için bunun bir mezgilik idi. Meryem Gül'ü kelsek, Meryem Gül'ünü operası kılmak işte bugün. Bu sağlamlıkta senet gibi olan insansıdır. Az doktorlar saklap tutup kaldık mı ya? Bu ahvalını etraf gibi neydi o? Akşam aldım ki günü ben bunun yardımcının arkalık buldu. Siz demeyle buldu. Bizim ya ben hoş cenin çıkesi mi musabık kapmışı hep anadaki ben afrasını kıldıraydı. Az doktorlar saklamış. Barakallah Meryem Gül, sizden bu xil ro'yingizga biz hammamiz o'rganishga tegishli bir xil ruh deb qarayman. Ben bu senet tutan akideniz için mengü hürmet kılmaksınız. Ustazlık mehrim bilen yine öz dadınız bulmasa mı dadılık mehrim bilen dişayın ağzını tuyup koyun. Rahmet.
Rahmat, Mahmud Sulayman efendim. Biz yanıla en ahırqi tanışınızga muhtaç. Meryem bu sizin davalanmış olmaydı hazırlanbar mısın? Şimdi basmışlık musabakın teyirlik derecesini oylap Güzellik mening chin go'zal. Şübihisiz xam eşyadan işlengen söyünçen tiş akar tiş pastası sizning çay, tamakidan sargaygan tişingizni akartıdı. Hem çiçirishning oldini alıdı. Tişingiz qamisa, yaltatib qalsa, tish miliki qanisa, yallig'lansa, söyünçe önümlü tiş pastasını işleting. Agar ig'iz bo'shlig'i jarohati, issiq eshib ketish, ig'iz purash bo'lsa, söyünçe yalpuz tish pastasını işleting. Tishingiz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishladik. Kinnuriydin söyünçe. Kinnuriydin söyünçe tish pastası. Terini kun nuridan kuyishni, sezgirlashishning oldini oladigan babona kun qalqi chin nuri. Çıktı. Ha? Çıktı mı? Çıktı. Sizlikçi. Alaram soda suydan bir de setip ağallağa. Yani bir botlık mükafat çıkış faaliyeti başlandı. Nemege qarab tursiz? Qani siz muqulunuzdaki alaramın ağzını içip mükafatdan bahraman bulun. Vah, mağını çıktı. İsil materiallar asasında tədqiq olunan istiqbal qüvvət içimliki xotan istiqbal zavutuda işlənir. Susuzluğunuzni qandırıb qüvvət boludu. Oquşdurğan saxtamaldan saqlanıb istiqbal markasiga diqqat qiling. Jasoratingizni texmi namoyon qilingizsin. Istiqbal erlar qüvvət içimliki. Dövlətlik basketbol komandasining a'zosi Jungo 3 numurli top shogi faxrlik o'g'lonimiz Shir Alijon tashkillagan va o'zi bir qo'lliq mashqovlik qiladigan Shir Alijon yoziq ta'tillik mashq lageri rasmiy o'quvchi qabul qilishni boshladi. Lager jarayonida ifodasi ko'rinarli bo'lgan 20 nafar mohir tanlanib, davlat darajalik musobaqaga qatnashtirildi. Son cheklik fursat g'animat. Kelgusdagi faxrlik o'g'lonimiz balki siz bo'lishingiz mumkin. Son cheklik fursat g'animat. Jipak yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash subsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yangi motivar kiyimlari. Sığınar bulsun bizge yar. Kut yar, bizge bana yar bulsun elge yar. Yar yürüyüşlük sudan soları. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa amet dileydi. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. vaqtincha bu ishkaylarni men 3. qitimliq bosqichga ilib chiqolmaymizlardan kechirim so'rayman. Opirin. Chiroyli hikoyani chiroyli o'zlashtirish oson emas. Maqsadlar, o'zg'on, marslar ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Tasavvurlar qanotlandi, hissiyotlar qanotlandi. Bizga mushundaq naqsha, mushundaq hikoya, sizlardek jonliq, mag'lubiyatga jang e'lon qila oladigan qizlar kerak. Chunki qizlar kelgusi avlodlarning onasi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa amet dileydi. Programımızda devlet derecalik ekologilik rayon Kelpin nahiyet tağbağırı joylashgan ximiyelik terkipler qetilmagan, sap havada pishqlangan, sifatlik buğdayda ishlangan. Buğday sap suda juyilgan, oziqlik elementleri kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi.
tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen her minut, her dakika ko'zingizni chaqiradigan, turmushingizni go'zallashtiradigan birinchi avtomobil zavodi ishlab chiqargan Corolla avtomobili alohida hamkorlashgan. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin Xoli niyatda erkaklar quvvatchiligi alohida talab qildi. Rahmat, undaqda navbatda Xotandan kelgan do'stimiz Sayfiddin Aziz bilan Urumchidan kelgan do'stimiz Saidi Turg'un qarshi olamiz. Laqishdan yaşlayacağım, bizim yaşlarını roqamaklardaş. Çıknasan gündüm. Mesela tiksni qanday deyish, tiks uchuq deyish, ahon qanday chiqarish, ovoz qanday chiqarish. Çıknasan yaxshi o'rganib oldim. Ham maqsad ustoz har doim bizga mashq o'rnashtirgan vaqtda bak astoydil. Çıknasan shunchalik astoydil o'rgatganingiz uchun juda xush bo'ldim. Bularga bir naqsh izdayli, bularga loyiq deb Venizali akamlar shu 89-yil yozgan bir maqsad var temelen yaxshi ko'rdigan ana degan narsa. Shunga Seyfiddin izlab bu Seydi bu naqshini tanlab qoldi ishkisi. Bu naqsh ishkisi chiqib qoldi. Ana yeni qanday ko'z qarashing yoki bu sinaga naqsh olgan. O'qis bo'larmi? Çatlandan ben alametlidim Tunci kızım Rivoyat sahnasiga kirgandan keyin mendagi bir ta'sirot bo'lsa, ustozimdan intayin so'yindim. Ustozimning bizga bo'lgan, bizga tutgan talab pozitsiyasi o'z shogirdlarini tarbiyalash emas, balki xalqning keyingi avlod san'atkorlarini tarbiyalash pozitsiyasi bo'lgan. Jafoliq, hatto necha 10 soatlab bizga bergan shu tarbiyalashlardan intayin hayajonlandim va so'yindim. Bundan keyin bu faoliyatda g'alaba qilolmasam-mu, cho'qim uzluksiz tirishman. Amrayim Sayfiddin Aziz kelgan vaqtimda bishida men tantirish bo'lgan. O'zim ishonchim yo'qolib ketgan. Chunki u bak pishgan haqiqatan. Tantirish bo'lgan. Lekin oxirida do'stlarim bilan Amrayim Sayfiddin Aziz bilan nolagan yerda manfaatligida o'zimga ishonchni paydo qildi. Bizda faqat raqobat emas shakllanadi, do'stlik shakllanadi deb o'ylayman. Chunki ikkinchi hamkorlikda bizga berilgan bu ana tilimizga naqshni qanday yetish, qanday bir taraf qilish to'g'risida intayin yaxshi hamkorlashdik. Lekin shundaqda men zo'r ishonch bilan eng oxirgacha tirishchilikni qo'ldan bermayman deb o'ylayman. Sizga chiqqan vaqtda men tantirish bilan qarshilik etishimizni o'zimiz ancha his qilmayman. Kamallar Sayfiddin Aziz kelin cho'qim yaxshi ta'minlash ishonchimiz bor. Kana Sayfiddin, Sayidi ishqilanglarga mag'lubiyat yar bo'lsin.
Özür bilen bakandın meni Köşkede peşimda meni Tapamadım dostlarım neden Senin düşüncenin fidaden Neden olan sevgilim neden Çünkü ben vaş idim Akşatandım gep yemey sabi Yaxşı yaman sözlerde ana Özür bilen bakandın meni Geçirdim ana Şıkledim derken beşimde Namazımda hatırlam vaktini Özür bilen çoğuldum ana Namazımda hatırlam vaktini Özür bilen çoğuldum ana Özür bilen çoğuldum ana Mahmud Süleyman Efendim'deki kalışı ve fikir tekliflerini anlaştığı ilgili biz yanına teklif beriş hukukunu başka 3 nefer ustazımız koyduk. Nisa Abbas Hanım. Bir-biringlarga bo'lgan yo'l qo'yish mushu sahnadagi sizlarning eng esil fazilatinglar. Endi birini cho'qim tanishtirmasak, tavsiya qilmasak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun men Saidiga bir bilet tashlayman. Abdullah Efendim. Bu sizlarning mushu rivoyat guruhining Arman yetakchisi G'ani Salih Efendining ijodiy naqshisi ayni vaqtda jamiyatda intayin moda bo'lgan, balkim sizlarning yoshinglar kichik, u chog'ni sizlar bilmasliginglar mumkin. Yoshlarimiz ichida intayin keng tarqalgan ana to'g'risidagi bir lirik naqshi. Bugun ishlarning hamkorlashishi nayt yaxshi bo'ldi, ustozlar nayt undan yetaklabdi. Ishkilanlarning 3-chi musobaqaga berishinglarni orzu qilsammi, lekin menda bir tal bilet bor, mening shunday imkoniyatim bor. Buni do'stim Mahmud Süleymanning foydalanishi uchun men mushu boshliqqa beray. Sayfiddin Aziz. Erkin Abdullah Efendim, undaq sizning qarashingiz, tavsiyalaringiz o'xshash chiqadimi yoki boshqacha yangi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yasizmi? Shu bir naqshni akkord qilib, qo'shish qilib o'qish jihatda meniki umumiy mayirlarga kichikgina bir taklif fikrim. Shu o'zaro anglashimiz kerak. Shu asosida hamkorlashish birinchi, musobaqa ikkinchi. Shunga siniq olganda misrani, andin shu misrasini tugatgan vaqtda cho'qim tekshir tugatibchi. Anda qilsak bizga anglashishga texmi rahat. Velosipedning ikki chaqidagi tekshir bir odam aytgandek chiqadi. Çünkü müşteriyatta hamma mayirlar ko'proq diqqat qilsanglar. Hamda meningki tavsiyalarim Sayfiddin Aziz. Mana ekranda görmənlər. Yuqorida öz maharatını namoyon qilgan. Shundaqla bir naqsha orqali
Beygiga tushgan 2 nafar mahirimizning yurak so'zlariga quloq solaylik. Natija mayli qanday bo'lsin, bu mening keyingi hech qanday bir bundan keyingi yo'limga ta'sir qilmaydi. Ustozim Mahmud Sulaymon mening yanala menga mening ustozim. Saydi. Mayli yengilsin, mayli qussin. Bu men uchun muhim emas. Sayfiddin ismli yaxshi bir do'st tanishganimdan shuncha qo'shaman. Yana birisi shu ustozim Mahmud Sulaymon apandim bilan nurg'on do'st birodarlarim bilan kichikdan shu vaqtda hammasizlar ko'ngillik bir kun o'tkazgan. Har bir mashg'ulotni ko'ngil tushib, asldan qoldirib qo'yganim men uchun eng zo'r bir cho'ng boyliq. Mangulik aslida. Bo'ldi, undaqda oxirgi qarorni chiqarish yalla Mahmud Sulaymon afanimizga qoldi. Saydi, bu bir saqchi inimiz bek jafoli xizmatini tushunaman. Ularni kechki uxlamaydi, vazifasi var qildigan. Shundoq turg'uliq kundi yana yanimga kelib, men bilan birga bo'lib, ustozim yana qanday alamiz, qanday o'yinimiz vaqti bo'lsa tamoq yemisimi yanimga kelib obdan yendi. Bugün çıkılanlar yaxşı o'rlab berdi. Qani, birodarlar, 3-bosqichliq beyga kirish salohiyatiga erishgan Noir Quddus gul yeri va gul suydan ishlangan chin nuri teri go'zalligingizni asliga keltirib, uning xush hidi nervingizni tinchlantirib, uyqungizni yaxshilaydi. Quddus gul yig'ida ishlangan chin nuri teri asrash yurishligi go'zallikka, uyquga tashna hurlatgich. Uncha Yoshlik gulining simvoli. uncha Oziqliq va sovuq qangandilar go'zallik jildirin. Unchaning go'zalligidan hurlamiz. uncha ben xush yurishligi. Uncha. Büyük hoş önümlük çaş ve beden yüz sopunu sizni bir qitimda yuyunish maqsadingizga yetkazadi. Büyük hoş önümlük sakal mavzusida sakal erish ve yüz yuyishni bir vaqtda tamamlay olasiz. Büyük teri canlandırış meyi, yüzgü qo'riq tushish, yerilish, yüzni kepak o'rlash, teri tortishni turtadigan ko'p unumlik namlik saqlashmaydi. Endi biznikiga armishlanmanglar. Büyük erlar büyükni ishiltadi. Şübhesiz mahsulot ishlaydigan Chin Nuri biotexnikasi. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildisa, sovuqi ishib yig'dan qo'l, sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qaqlapmaydi. Bugungi kunda Sultan Zavodi yerni kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan bolalar issiq quyruq megi, bolalar chash badan so'qini, bolalar badan o'qisi, bolalar sut malhamini, omoq farzandlarning sog'lom pok cho'ng bo'lishiga sundi. Faqat tilishga texmi atlik. Sho'x-sho'xlarimiz shubhisiz cho'ng bo'lsin. Chin Nuridan sho'x-sho'x. Recep tunuşlu tabi bu. Nemi çay? Biz ezelden içip gelen çay. Nazil karı çay. İçseniz karı çaylarının esili nazil karı çaylarını için. Bu yana avaz Recep sıkına. Müzik bir nasıl seklaf kan tolak kıldı. Maklıkı. Ben? Nemenin karanlığı bu? Meşrep doğulatkusuna, meşrep doğulatkusuna. Ma karanlığı. Emrimizin oyda meşrep olsun. Müştürküde Elram'ın sodası yok ketken bolsa ha? Şunun derdinde bir anesini hatırcam xiyal kırın bulmayken gibi. Bilmem aka ben seni Elram amrak tutmayayım. Burası Elram suda suyu bu. Elram suda suyu. Tamaklı tabi sındırıp ardıkınızını çıkardı. Acaba yürek yaktı. Chin Nuri Biofen Texnikisi Sultan Zavodi'da işlengen güzellik menin chin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bir yerde erkekler kuvvet içimdeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Sayfiddin Aziz. Mübarek olsun. Sayfiddin kutlaymiz, mübarek olsun.
Texmi zo'r katta natijalar sizga yor bo'lsin. O'z navbatida Saidi sizga buningdan keyin yana zo'r omad qutuqlarni tilash bilan birga bugun vaqtli nishon qo'shilib turaylik. Aman bo'ling, ustozlar bilan qo'shilishib. Odamda orzular chekdi. Orzular uchun bisilgan ikkinchi qadammi hikmatlik va ahamiyatli davom etmoqda. Mahirlarmi butun kuchi bilan tirishmoqda. Biz Sayfiddin Azizning keyingi bosqichdagi yo'llariga nusrat tilaymiz. Saidi Turg'unning xush ovozini sahnimizda qayta yoritishini umid qilamiz. Tövəndə bizdən səhnəmizə düşüb rəqabətləşdiğən mahirlərimiz bolsa, Ürümçidən İcad Mecid bilən Ürümçidən Pərizə Letib. Pərizə qızımız və özü orta avazdan sadəcə quraq avazı kirdi. Bu avazçısı yaxşı ekan bu qızning. Yəni kəmri həm olaylığı var. Olubmu şu İspanca naqşılığa alamet çildiken avaz. Mahmud Ustaz'ın grupsa kirgandan keyin Mahmud Ustaz jiq bilimlarni o'rgatdi. Masalan, naqsha degan bu so'zga zish bog'langan har jihatdagi bilimlarni o'rgatdi. Ustozimiz bizga kunda oz deganda 8 soat mashq sharoit yoritib berib, bizdan tang jafo tortib, bizga jiq ajrlar sundurdi. Bunun bilan o icad degan inimiz bu ishlaylan Ürümçidan. İcad degan inimiz nima shu ikki ovoz doirasini o'ylab ham chiqsinki ma shu İspanca naqshlar bo'lgan hissiyot qilib yaxshi o'zlashtirib. Ustozimning talab bergan naqshni anglagan vaqtimda bu naqshi bo'lsa İspaniyaning tangliq naqshisi etgan Besami Mocho degan ispancha naqshi bo'ldi. Men cho'qim hikmat tirishib, boshqa voyaga yetib e'timod deb jiq tayyorliklarni qildim. Tərbiyələşdi bolsa, nəhayət açıqlıq bilan hər birimizin ovoziga nəhayət mos bo'lgan, nəhayət yaxshi bo'lgan naqshlarni tanlab berdi. Hamma shu naqshlarni qanday aytish, qaysi xil mahoratdan ishlatib, men nafas chiqarish, qanday bo'lsin, har jihatlardan ko'paygan bilimlarni berdi. Mayli men bu sahna qatqalar yoki shamlar chiqitay, menga natija muhim emas. Chunki men bu jarayondan huzurlandim. Bu jarayon menga chiq xo'shalikdan o'tkazdi. Ham ustozimning menga o'rgatgan narslarni yaxshi o'rgandim. Mening sahnalashim tarizalikda sahna ko'rib, ancha-muncha naqsha bo'lgan ovoz elish, nafas chiqarish, shu qoidalarni men qirgan chog'da bir qadar ilgarigan holda ortiqcha qilib Mana shu ortiqchaliklarni menga ozdirib o'rgatdi. Mana shu o'rganish jarayonida o'zimni bo'lgan kamchiliklarni to'liqlab, birlashib bir sahna chiqib, bir tan o'rtaq bir naqshni aytib, natijaga qo'yib umid qildim. İkinci aylanma musobaqada men cho'qim eng yangi qiyofat bilan, eng yangi uslubim bilan tomoshabinlar bilan ko'rishmoqchi. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Men bu qatimliq raqobatlashishda ikkilar bosqichga cho'qim yaxshi natijadan kirishga tirishaman. Pariza ijod chiqimlarga omad yor bo'lsin. Bésame mucho.
tenerti muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que ya mismo llena, tú ya estarás lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que ya mismo llena, tú ya estarás lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después.
Unaqa bo'lsa, sizlarning mahoratinglarga qarata bizning yetakchi ustozimiz qandoq baho va tavsiyalarni bergan, birlikda anglab boqaylik. ijodmi asli ta'mi bo'yicha aytishga shuncha yaxshi tirishdi. Biroq bizning badan harakatida bir xil qo'rqinayotgandek tortinyapsa balkim ustozning oldingda, uning keynida teximmi ko'p odamlar, chiroqlar oli yeshil, ya boks maydoni seni qo'rqityaptimi? Boks maydoni qo'rqmasang bo'ldi-ki, qizg'onlar tushdi ekan sanasmi bu? Shuna opak inim, bundan keyin naqshi maydoniga chiqqanda naqsh aytishgan sahnaga qadam olgan vaqtim tortib, sening hisob. Sen qanday aytpasan biz shundan huzur olamiz. Singlimizning naqshisi, ya'ni shu naqshi biroq bu boshqacha. Naqshini yaxshi aytdi, biroq ifoda qilishni bo'sh qo'yayotmadi. Shunga menda bir tal bilet bor, qaysinglar lozim qilsanglar shunga beray. Unda so'ngda albatta shikilsiga lozimda. Ya mush aqlning inim bog'i ashtonimizga beranga deyishdi yanmaydi. Shunda yaxshi. Aqlligidan-a? Albatta qizbola bilan tushib qolsa, bu qizboladan kelsin. Mush qizga beraylik. Bo'ldi. Rahmat. Balkim Erkin Abdullah efendimningmi? Abdullah efendimga o'xshamagan ko'z qarashi bo'lishi mumkin. Ikkisi ikki xil uslubda bir narsani aytib berdi. Ham ikki xil ifodalar aytib berdi. Esim kelganda kichikini bir taklifim. Masalan, shu narsani eng oxirgi tugaydigan vaqtida naqshimiz tugadi, lekin muzika tugamagan. Yana naqsh tugab bo'lguncha siz tasavvurlaringiz chiqib ketdilar. Oxirgacha nasl bo'lishimiz kerak. Shu tankash muzikami shu naqshniki eng muhim bir qismi. Shu holatimizni saqlab qolamiz. Shu eng oxirgi misra tugaganda shu muzikaning ichida bo'lishimiz kerak. Biz intoyin mas'uliyatchanlik bilan birinchi bo'lib ovozinglarni tinglayapmiz. Ikkinchidan sizlarniki sandagi qiyofatinglar, o'rinlash ifodanglar hammasini umumlashtirib biz andan o'zimizniki tavsiyasini beramiz. Qabul qila olasiz? Buni. Oxirda Mahmud Kamga tavsiyam Fariza. Rahmat. Ona bo'lsa, Nonisa xonim, men shu bir biletni ijod muzikga bersam, bo'ladimi? Bo'ldi. Rahmat. Siz xastangi Mahmud Kamni qiynamoqchi-ku, ha? Qachon qiynalaki deb turman qo'yman. Yaxshi. Qani, Mahmud Sulaymon efendim. Ijod. Menga yaxshi ekan so'z. Ig'ir bilsa yaxshi. Inimiz o'tgandimi, o'zining bir ig'ir bilsa naqshini o'rlab bergan. Xudomo o'zining talabi bilan shu Isami Mochorgan ispancha naqshini o'rladi. Shundoq o'ziniki bom ovozi bilan yaxshi o'rlab berdi yigitlarga xos. Yana klass uslubida. Fariza singlimizga kelsak, bu bir naqsha yana bir boshqa shaklda, yana boshqa hissiyotda, yana latin uslubida o'rlab berdi. Mening uchinchi bosqichga elib mang'adigan moyirimiz Farizalidir. Mübarek olsun Fariza, mübarek olsun. İcad, demişmi, to'lim bir afsuslanarli ish bo'ldi. Lekin bu balkim sizga nurg'unlagan yaxshi ishlarning boshlanishidan darak berishi mumkin. Navbatda sizdan qanday so'raysizmi, uni qaqaylik. Oldi bilan bugun manzara raqobatlashgan Fariza bilan chin ko'nglimdan muboraklayman. Rahmat. Endi men shu naqshni yozdirmishada
yaxshi o'rlay oldim deb o'ylayman. Nima uchun degan vaqtida, men mush tarbiyalangan vaqtida ustozimiz Mahmud Sulayman afandimning meni mushak kelgan chog'da naqshning mush nafasni manda olsa deganlarni ola oldim. Men bundan shonlanib ketsam, chunki deganni qila oldim, degan so'zning o'ndan birini qila oldim. Men bu sayamda aman yana o'zim yaxshi ayta oldim deb o'zimni o'ylayman. Men yana davomli tirishib, kelaqatimni fursatdan ching tutib, yana mustaqilda mala bilan yüz ko'rsam deb o'ylayman. Baxit tuyg'usiga cho'milganda chehrimizda tabiiyla baxit tabassumi jilvilandi. Ijod emgak, mehnat ajrdan haqiqiy baxtga erisha olamiz. Mushundaq baxit kuyidan hozirlangan har bir jonmu baxit tuyg'usini his qiladi. Fariza qizning qalbisi qutlug' bo'lsin. Ijod mijitning keyingi manzillari nurliq bo'lsin. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Programımızda Devlet Dericilik Ekologiyalik Rayon Kelpin Nahiye Tağbağırı'na joylaşkan kemiyelik terkipler kıytılmagan, sap havada pişiklangan, süpetlik buğdayda işlengen. Buğday sap suda juyulgan, ozuqluk ilmetiri küydü üretilmegen. Sap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı halayda kolladı. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen 2015-yili yeni nusxı bilen tantanlik bazar silingan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaştı. Bu programını samimiy şekilde Malaysiyadan import qilingan Şubidin xali biyatda erkeklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Navbatda sahnamizda raqobatga tushadigan mahirlarimiz bo'lsa, Qashqardan kelgan do'stimiz Ahmadjon Mahmud bilan Ko'rildan kelgan qarindoshimiz Ali Nurmuhammad qarshi olamiz. Mening Ahmadjon xalqimizga xil tunilib qolgan naqshlarning birisi. Men ilgari mustaq yaxshi bir bilan chiqib qolishni orzu qilardim. Keyin Ahmadjon bilan birga bo'lganimni bilgandan keyin intayin xursand bo'ldim. Bunun ikinci kere tunca bir naqshiydi o'zra dunyoyan bisbilan yeyishib, yine hozir qilganligimiz ham yaxshi hozir. Natijaning qanday bo'lganini hozir hech kim uqmaydi. Ishqi men butun kuchim bilan tirishman. Bu qatdan musofir g'alaba qilishga 70% ishonchim bor. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Shu televizor oldidagi barliq ko'rgan do'stlarning meni qo'llab qo'yishini chin qo'limdan o'taman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Men cho'qim o'zimga ishlaman. Bu qatdan butun kuchim bilan g'alaba qilishga tirishman. Ahmadjon Mahmud bilan Eli Nurmuhammad sizlarga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Yaxshi muvaffaqiyat tilayman. Bakımın yollarına, gül sunay kollarına, bir güzel boynlarına, sevgen yarım, gelsen çok. Sevgen yarım, gelsen çok. Sevmez sevmez. Yarımı sevemem, sevemem, sevemem. Sen yarımı sevemem, seni ben rüyadayım. Sevgen yarım, gelsen çok. Sevgen yarım, gelsen çok. Yarım, gelsen çok. Üstüne tutarman,
Sen yarını sevgini seni məngü yad ettim Söygen yarım gelsem çok Söygen yarım gelsem çok Söygen yarım gelsem çok Üstünüden tutarlar Üstünüden tutarlar Üstümden kütermen Arman bilen ütermen Arman bilen ütermen Söygen yarım gelsem çok Söygen yarım gelsem çok Söygen yarım gelsem Şundaq, biz bu naqşıga görürmən bulu sütümüzdən intayin yaxşı bahalarını berimiz. Şundaqla bizden bu işki mahirimizdeki maharatiga apırla aytimiz. Biroq, eng oxirgi xulasini şundaqla kasbiy bahani biz berishga ojizlik qilamiz. Bununla yana bizniki muhtaram yetakchilarimizga taklif qilamiz. Mahmud efendim deganda keyingi musobaqalar texmi bek keskin bo'lishi mumkin. Yana mushu 32 o'quvchidan 16 ga kirganga o'xshash 16 dan 8 ga olqiydigan yana bir qatimliq musobaqa bor. U chog'dagi oqibat texmi ichinishli. Voy, uning gapini qilma. Shunga to'g'ri fikrimni bildirib, keyin inlarimiz bilan yana so'zlashganda tajribalarimizni deyishib olamiz. Mayli qaysilarga bilet bersam xafa bo'lmanglar juma. Ishkilanlarga bersam bo'ladi, shu jit qilib bo'lmaydi ekan buni. Ahmadjon. Ali inimiz Ahmadjon bilan ayt yaxshi maslashdi. Akkord qismiga kelgan chaqda azroq masala ko'rildi, lekin akkord xato emas. Ovoz shu dal joyiga yetmadi. Hamda ikkinchisi Ahmadjonning ovoz doirasi keng bo'lganligi uchun Ahmadjon oxirgi bo'ligida muzika kuy o'zgardi emasmi, ko'tarildi ekan. Shu vaqtda Ali azroq qiynalib qoldi. Bu qiynalish yoki shu vaqtning o'zida bilinmay qolganmi va yoki hozirgi musobaqa maydonda charchab ketganlikdan va yoki boshqa sabablardan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Mushu sabablardan azroq bir ketib qolgan nuqtalar bor. Lekin ko'p tirishdi, yaxshi moslashdi Ahmadjonga. Shuning uchun men Aliga bir bilet beray. Teşekkür ustozlar. Bizden kanımız şu muhterem yetakçilerimizdeki adilliki, samimiliki, beraberliki bizni intayin suyundurdu. Ondaqda Erkin Abdullah efendimniki bu vaqt qarashlarını alap bakayım. Tuğma avaz yertte Ahmetcan Alican'ı sel bozak kılıp oldu. Ma boksansı Alican'ınki 10 yüzgü birini gom kılıp uğantı Alican boş gelmedi lekin ma astırıp inektin üstüge yanı bir uğdu. Qaytırıp o de. Aşağı vakırat yereyim ha? Bağ ilik ma kilogram usasak mı? Bak iğir derecelik bile ilik yemek derecelikler. Şu bile turoldu çömen bilen. Gayreti var ki. Gayreti var ki. Doğru. Ben kapırım gayreti ben barkallah. Hoş, şuna koğanı sizden tavsiyeniz. Ahmetcan. Erkin Abdullah efendim şunaqla bizden başka yetakchi ustozlarımız nəhayət toğru bahalarını verdi. Bizden səhdimiz mana şuningdek shijoatli, g'ayratli yoshlarga muhtoj. Hamda bundaq yoshlarni qizg'in qarshi oladi. Bu o'rinda biz Mahmud Sulayman efendimni tanqidchilikka qo'yishdan ilgari avval chiqalarning yurak so'zini anglab boqaylik. Agar men bu sahndan ayrılib qolsam, ko'nglim yerim bo'lmaydi. Nemishqa deganda bu mag'lubiyat anisi degan bir gap bor. Mushu bir agar men mushu programmadan tanlanmay qolib qolsam, o'zim bir texmo bir bisim bo'ldi. Shundoq. Bunga texmo tirishishga bir ulgu bo'ldi deb o'ylayman. Bu bizga texmo yaxshi bir harakatlantiruvchi bo'ldi, shundoqmi?
Şu benim armanım yok. Mana bu sağlam psixolog aktiv pozitivli kişilerin göz qarashlari. Unda siz cho'qingiz yerim bularni bak qayg'urib ketasizmi? Natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mening dastlabki ko'nglim sambatda endi. Chiqib qanday santi? Ahmadjonchilik etolmaydiganligim ko'zim yetgan dastlabki. Bunda degan sizni yomon. Yaxshi etdingiz, yaxshi etdingiz. Butun kuchim bilan tirishdim deb o'ylayman endi. Ha, shuni o'zi Qo'ya. To'g'ri. Oxirda navbat chalinib ketib qolsam-mu endi. Mahmud akamdan davomli ta'lim etdigim bor endi. Rahmat. Bizning qo'limiz kelishimizda, bizni davomli izlab tursanglar, bizning qo'limizdan kelishicha. Undaqda eng oxirida Mahmud Sulaymon afandim. Sizning yurak so'zlaringizni, sizningki ichki o'quvchingizning bugungi ifodasiga bergan bahoyingiz, numringizni bir anglab baqsam. Eli Nurmahmet yanımıza gelsek, bu ilimiz öyümlülükçülük sodus kılıdır. Lekin şu nakş sanatiga qattiq ishtiyoqi bor. Şu musobaqa boshlangandan beri bu kesib chiqqan pozitsiyasi bek yaxshi. Hem tirishchan. Ahmadjon o'tganda to'rtimizning naqsini o'qib, kul sahnani beshiga kiyib etdi. O'zininki ovoz uslubi sal bizniki milliyetlik tarafga ma'qul shu Amabab uslubining milliyet uslubi bor. Bu da shunda bir naqsh o'qibsan endi biroqla bosh uslubga o'zgartirib o'tishniki menimcha Ahmadjonning ovozini o'zgartirib o'tishni hojati yo'q. Lekin mandaq garmoniyalik naqshlarni o'rganib qo'yish kerak, chunki Ahmadjon bu kasbda o'qimagan. Lekin ishtiqdi garmoniyalarni deb ta'sir o'tdan hal qildi. Qani, qarindoshlar. Men bilan davomli 3-bosqichga qadam qo'yg'ichi. Ben kirip işlek bir nasip çıkayım sen. Elifini ortib qolmasa. Kam, ellerim sodasıydı bir yaş bir yaş. Bir yaşma. Aka, ellerim şirketi yakında bir yaş kalsam bir yaş mukabbat çıkmagan faaliyetini yol koydu. Sizden bakamsın. Yok, nasıl çıkıp kaldı bu? Ana aka. Hazırki bula emas bir budulka alsam bir budulka mukabbat çıkacak mı? Bana aka bana. Bakla. Bakla aka. Voy, limondan chiqib oldi. İşi gel bir yaş var teşe. Rasma? İşte üzümün kapırı etmedi. Elram soda suyu. Nima degan xushbiroq choy bu. Ta'midak esilgan. Yana choy almashtiribsizlar-da. Tabiiy xushbiroq Zarabshon qizil pamilchi, Zarabshon choychiligi. Mana bir maydon raqobat boshlandi. Ma'da kuchimni bir ko'rsataychima. Bu yigitni bo'sh emasmi nima? Qahramon. Ma'qul aka. Asliga bu yer ekanda. Adlaka, asli qahramon ichimligini ichib kuchingizni markazlashtiribsiz-da. Shundoq fikr. Ichimlikning modisi, tan his qilar huzuri, qahramon quvvat ichimligi. Şinjan Qo'shnur yuyush buyumlari cheksiz shirkatining xalqimiz qilgan esil sovg'isi Qo'shnur markali sopun parishki. Yaxshi choy o'zining ta'midan, xushpirqidan ma'lum. Nozil alayda qarchaylari xush ta'mi bilan ta'mimizni ram qildi. Ajdodlarimizdan tortib ichib kelgan esil ta'm nozil alayda qarchaylarida mujassam. Atgan choy qitsangiz texma ta'mlik. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyar soda suyi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini oqladi. Qutyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izinib Qutyar soda suyining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suyining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar soda suyi. Qutyar. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavı'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa ahmet dileydi.
Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi askerdir. Programımız hazırda başlandı. Ahmetcan. Mübarek olsun Ahmetcan. Sahnimiz kızıp ketyapti. Raqobat dushmanlik emas. Natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hamkorliklarning uzilmay davomlashishini umid qilamiz. Ahmetcan Mahmudga tabriklar, Ilijon Nurmuhammadga oq tilaklar tilaymiz. Növbətdə sizlərinin diqqətinizdə bo'layotgani rivoyat gruppasidagi keskin raqobat. Balki mana shu keskin raqobat jarayonida sizlar yaxshi ko'rgan mahirlarimiz sahnamizdan vaqtliq ayrilib qolishi mumkin. Biroq siz bir bilet orqali uni tamoman sahnamizga qaytarib kela olasiz. Qanday bilet tashlaysiz? U bo'lsa Shinjong televiziya stansiyasi qo'yi to'rbikda shundaqla Nashriyat Buyurtisi Yanfon detali. Ham shundaqla 3w.push-ovoz.com Yanfon torbikat adresi va 125 90 222 ga telefon qilib, ularga bilet tashlash orqali ularni yana davomli programmamizning musobaqasida qatnashish fursatiga erishtira olishingiz mumkin. Undaqda nimaga qarab tursiz? Xo'sh, undaqda rivoyat guruhisidagi raqobatimizni yana davomlashtirib kelsak, navbatda diqqatinglarda bo'ladigini Otishdan kelgan do'stimiz Zohir Shoh Abdulbek bilan Kucha diyoridan kelgan qarindoshimiz Anvar Yasin qarshi olamiz. Ondan aldan ketkenlik 30 yaş degan maqsadni o'qigan Anvar Kuchadan kelganimiz bilan Otishdan kelgan Zohir Shoh ikkisiga shu Dilara degan maqsadni Sevmerim her zaman maqsadniki qiymat derizlar. Ama kim bu naqshaga birisi hissiyat ketadi, ikkinchisi ovozning qattiq yumshog'lik ketadi, uchinchisi ovoz doirasi kengayadi. Qarasam bu ikkilisiki ovoz doirasi kengayadi. Ham shu naqshi shu mumkin deb o'yladim. Yaxshi o'rganda işte o'ylamni o'ziniki shu. Kasbiy naqshomizmi? Kasbiy naqshga xos bir texnikani yetildiradi deb chiqarishgan. Şermen her pesti kelgende bahar. Bu kirgandan keyin ba'zan jihatlarda sal ansirash paydo bo'ldi. Nima deganda bizning guruhda har xil uslubdagi kuchlik mayirlar yig'ilgan bir qadar. Shu sababdan sal ansirash bo'ldi, lekin keyin ustoz Mahmud Sulaymonniki jafoliq tarbiyalashi bilan mashq jarayonida o'zimning boshqa naqshlardan qilishmoqdek yaxshi naqshi qatoriga kira oladiganligimga ishonchim yetdi. Fakatla sinamdin izlayman dinar. İkimizning ham uslubi bir uslub desak bo'ladi-da. Mashq jarayonida bir-birimiz bilan yaxshi hamkorlashib, yaxshi mashq qildik deb o'ylayman, lekin jafoliq mashqlardan keyin shuni his qildimki, men bu Anvardan qilishmoqdek yaxshi mashq qildim deb o'ylayman. Zoirdan ikkimiz bu naqshni sahna ochsak cho'qim bu asar o'z yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Ham to'yindikilarga yaxshi bir naqshni so'q qilamiz deb o'ylayman. Shuni qo'shildim. Muhimi, bizga berilgan, bizga topshirilgan asarni yaxshi o'rinda xalqimizga sunsak, biz uchun eng muhimi shu deb o'ylayman. Hozir Zoirdan ikkimiz sahnaga chiqmoqchi. Tirishlardir. Albatta bizniki gap. Anvar bilan Zoirga muvaffaqiyat tilayman. Muvaffaqiyat sizlarni kutyapti. Sahnaga marhamat qilsangiz bo'ladi. Kaçırmadın gözlerini gözüm. Yüzün kalbek çaşlarını kolum.
Uzun kolda çaşlarını kolum Ey talmadan süzüm tola uzundum Küydüm sana Uygur kızı dınar Ey talmadan süzüm tola uzundum Küydüm sana Uygur kızı dınar Endi o'xshashli bizning yetakchilarimiz cho'qim buning yana o'zining ko'z qarashlari, baholarini berish kerak. Eng hayajonlangan efendimlar, xonimlar zodi kimdir? Nurnisa xonim. Bir beltimni mushu inimga tashlayman. Zahir Shah. Erkin Abdullah efendim.
Programның qoidasi cho'qim birni tavsiya qilishgan mayli programni itiversin mayli. Qani, birini tavsiya qilsangiz. O'zicha. Unda olsa men tangli-tang qilib qo'yman-da ikkisini. Shunda qiyin qo'ygan. Anvar. Abdullah efendim başta fikir qatnashtirib olmaganiga pushaymonlik qilgan bo'ldi. Endi bu tanglimini, bu temponlikni biz tashlaysiz. Bani Türkan tani mahur panadur as Zahir Şah. Ma'amal bo'ldi ekan. Bo'ldi. Tamamen bo'ldi. Mayli qaysi xil ideya, qaysi xil xiyol bilan bu biletni tashlagan bo'lishidan qat'iy nazar bu yana eng oxir qarorga vakillik qilolmaydi. Bu ham bizning ustozlarimizning sizlarning ishqilarni intayin e'tirof qilganligi, yoqtirganligidan derak berdi. Biz Mahmud Sulaymon apandimning eng oxir qarorini olishdan ilgari yana davomli kichkina farmoyirimizning yurak so'zlariga quloq solaylik. Mahmud akam chiqib bizga so'ndigan ajri bak ko'p. Hem onu menden sen bizden savaş balamiz bildi. Atiyal saat 8'den kes saat 12, 1, 2, hatta 3'üp ketkenleri var. Mesela tünüğün geç, buna gün geçti. Bizim aşağıdan kim meşgul kıldırımı da gündüz yağca bağdatıp oturup mesela çünkü çarçap yine bizden keçiyi terbilep üşükçe töküş kaçmağa vaktları var. Bayağı köz yaş kıldık. Bunun öz bir mehir de oylayman. Bizim Mahmud Sulaymon olan mehrimiz bekli çoğunkur savadaşlarının. Şu savadaşlarına vakalten Mahmud Sulaymon ustazımızga çoğunkur rahmetimi bildirmen. Gerçi bu rahmetim bek addi yap kaldı menimce. Lekin biz takaya tinchlik bo'lsa yaşaymiz. Sizlarga bizga bergan birinchi soatlik darsingiz eng avval samimiy bo'linglar, chin bo'linglar. Samimiyat o'rgatdingiz, hamda odam bo'lish o'rgatdingiz. Ikkinchi qitim bir-birimiz bilan qanday hamkorlashishni o'rgatdingiz. Bundan keyingi tilingizga salomatlik, ishlaringizga utuq tilaymiz. San'at hayotidagi yo'llaringizning texnik barakatlik bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. O'sha o'tgan barliq ustozlarniki, barliq qarindoshlarniki hammamizning tinchlik, salomat, ishlarining utuqliq bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat, tashakkur. Şu tapda nəhayət yaxşı bayanlar bulundu, qalb izharlar bulundu. Əmdi proqramımızın ən kəskin minutlarına kirib alaylı. Mahmud əpəndimninki bayanlarını şunaqla tanışığa qulaq salaylı. Bu işkeylen şunaqşını bölüşü oldu. Biz Eytayla ustaz dediler. Obdan özleştiydi ben. Qarab baktım bir küçepti. Sınımdı bu nakşa. Hem bəzən nakşılı var aylıqı. Hata tanlap qalsaq, sizlarga özleşmeydi. Sığmaydigan durus. Aşnan avaz tusiga qarab tanlash kerak-da naqshini. Keyin bu ikkeylan bu naqshini baya Enver Zahir o'zi degandek Ravrus 2 oy Ravrus o'rgandi u. O'sha naqshning tegiga kir dedim men oldi. Tegiga kirmasang sen kirolmaysan bu naqshga. Sen haqiqatan yaxshi mashq qilib, yaxshi o'rganib bugun mana xalqimizga sovg'a qiladi. O'sha g'ayratlar uchun men qani, birodarlar. Ishqilinglar. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mübarek olsun, kutlayımız xeyirdaşlar. İnanç sizlerden bugünkü ifadanlar, bugünkü ruhiyonlar sahnimizga yana bir yuqori kayfiyatni yaratdi, yuqori pallini yaratdi. Ustozlarni hurmat bildirib sizlarga o'rnidan turib o'ziniki hurmatini bildirdi, salomini yo'lladi. Undaqda ustozlar bilan bir qo'shilishib olinglar. Qani, baramat. Ishlaringlar texmi barakatli bo'lsin. Har bir bosgan qadamlar texmi nusratli bo'lsin. Muborak bo'lsin. Her bir adam öz maharetini göz içi bilen birle, içki adam bir nakşı için ortak fikse, maharet diyen mana şu. Nakşanlar bilen kalplerini lerziga keltirib atdilar.
birlikte keyingi bosqichga tanlanganinglarni qutlug'laymiz.